Bizning eng katta xatoyimiz buni qadriyat deb olamiz. O'zbekchilik deymizmi? To'y bo'lgandan keyin albatta eshik ortida ikki kishi o'tiradi va bular nadzorniklar, kattalar, ikkita kampirlar. Qani bu nima bo'lar ekan-da? Vaholanki bu yosh kelin kuyovlar o'zi to'ydan keyin juda ham напряженный holatda bo'lishi mumkin. Bu yerda erkak kishi yana chiqib o'zini erkakligini dokazovat qilishida, bayroq qilib ko'rsatishi, bu hammasi salbiy ertaga oqibatlarga olib kelishi mumkin. Nima uchun? Mana shu holatda, напряженный holatda agar birga bo'ladigan bo'lsa, butun umrga imprinting bo'lishi mumkin. Mana shu birinchi tajriba, jinsiy aloqadagi birinchi tajriba. Agar yoqimsiz holatda, og'riq butun umrga qoladi.